Assalomu alaykum, o'zbek tojik nomiki Moskvada, Rossiyada patent qiladigan akalar. Moskvadagi dokument qiladigan Saxrovadagi FMSga uyqularingni buzib, saharda kelib olmasdan, obeddan keyin kelsalaring bemalol olib topshirib ketaverasizlar mana. Hech kim yo'q mana. Hech kim yo'q mana. Holi ketyapti. Ursol mana yerda bir-birini tepalab. Mana fik xabarmi, qanaqa xabar? 2-3 kun oldindan bitta odam o'ldi, tepalab tashlashdi odamni. Shuning uchun bemalol uxlab, abiddan keyin kelishlaringni tavsiya berib qolaman. O'rtoqlar, mana xotirjam olib chiqishyapti mana. Biz ham hozir patentimiz tayyor bo'libdi. Olgani kelyapmiz. Hozir bizda soat 10:44. 11larda mana shunaqa paytlarga yetib kelsalaringiz, hech kim yo'q. Ursol yuragingizni siqib patinkalar tepalab o'rganni kirasiz emas. Bemalol xotirjam kirib olib chiqiladi. Hamma ketyapti bemalol.